oddiy baklashka bilan qo'lni mana bu holatga keltiramiz mana. Videoni oxirigacha ko'ring. Assalomu alaykum barchaga. Bugun sizlar bilan mana bu qo'l mushaklarini qanaqa qilib ajratishni bir oddiy usulini o'rgataman uy sharoitida. Mana ko'ryapsizlar, mana bu mushaklarni ajragan holatini. Mana bu chap qo'limdan. Oddiy uy sharoitida oddiy baklashka bilan baklashkani salafanni o'rtashlaymiz. Abi qopqog'ini sekin-sekin ochib baklashkani qopqoq sekin qatib borgan sari qopqoqni sekin-sekin ochib havosini chiqarib, ko'p chiqarib yuborilmaydi. Ozgina havo qilganda yana ozgina chiqarib mana shu holatda baklashkani havosi chiqib ketguncha bo'sh joyda qolmaguncha buni eshish kerak. Har kimni imkoniyatiga qarab qo'l charchaguncha, o'zi qo'l charchaydi. Qo'l terlaydi, charchaydi. Mana bu qopqoqni taglari ham bo'sh joyda qolmaydi. Çıkarıp asta-asta baklashka mana shu holatga kelguncha bu aylantirib eshilaveradi baklashka. Mana mushkullar